Yıllarning o'tishiga ergishib, do'stlar bir-birlar tushib qoladi. Ba'zilar ko'ngildan, ba'zilar nazardan, yana ba'zilar bo'lsa esimizdan tushib qoladi. Yeshimizning cho'ng'ishiga ergishib, do'stlarimiz azayib ketmaydi. Faqat o'zimizning kimlarning haqiqiy do'st ekanligini bilib yetimiz xolos. Esingizda bo'lsinki, 10 qur kiyim olgan pulga bir qur kiyim olsangiz, kiyim shkabingiz haqiqatan sarxillik qutuladi. 10 ishni qilgan diqqatingizni bir ishga markazlashtirsangiz, kasbingiz ravoj topadi. Parch-parat odamlarga sarf qilgan hissiyotingizni bir odamga berishsangiz, baxtga erishasiz. Qo'lingda bir non bo'lsa, yarmini beralsang, mana bu do'stlik. Hammani beralsang, u muhabbat. Agar hammani tiqib olib, mening qo'rsiqim ochdi desang, mana bu dal hozirgi jamiyat. Qanchalik so'ygan bo'lsang, shunchalik so'ylasan. Qanchalik yig'latgan bo'lsang, shunchalik yig'laysan. Dunyoning bu adil qismatlaridan hech kim qochib qutula olgan emas. Senmi shu, menmi shu, umi shu. Bu dunyo ko'p yashaganga emas, haq yashaganga, kulib yashaganga emas, kuldirib yashaganga, talab qilganga emas, taqdim qilganga haqiqiy kulib boqidi. Ma'nilik yashay desang, talabing oz, taqdiming ko'p bo'lsin. Turmush deb ajab to'g'ri deb ekan, tur deb turg'izib qo'yib mush beradigan. Odamning tug'ilishi bir mo'jiza. Yashash bo'lsa ne'mat, o'limi bo'lsa musibat. Tiriklar uchun bularning hammasi ibrat. Bu hozirgacha hech kim inkor qila olmaydigan haqiqat. Bir yilning qanchalik qimmat borligini bilmoqchi bo'lsangiz, saqaymas kasal giribdor bo'lib qolgan bemordan so'rang. Bir oyning qanchalik qimmat borligini bilmoqchi bo'lsangiz, boldir tug'ib qo'ygan onadan so'rang. Bir haftaning qanchalik qimmati borligini bilmoqchi bo'lsangiz, kechikib yer terigan dehqondan so'rang. Bir soatning qanchalik qimmati borligini bilmoqchi bo'lsangiz, mashqin saqlayotgan yigitdan so'rang. Bir minutning qanchalik qimmati borligini bilmoqchi bo'lsangiz, poyezdga ulgurolmagan yo'lovchidan so'rang. Bir daqiqaning qanchalik qimmati borligini bilmoqchi bo'lsangiz, olimpik tanarkat musobaqasida oltin medalga erishgan tanarkachidan so'rang. Yig'ib aytganda, o'zingizga taalluq bo'lgan har bir minutni haslab qadrlang. Esingizda bo'lsinki, vaqt hargiz saqlab turmaydi. Tunugun bir tarix, ati bo'lsa bir sir. Ammo bugunning o'zi sizga berilgan bir sovg'a. Qazningdan gumon qilgan odamga tuvoqni ichib eshingni ko'rsatma. Ochliqdan o'lsin. Do'stligingdan gumon qilgan odamning qo'lini tutma. Xolig'ini bilan ma'sum. Bir kunlarda do'st deganni tunib qolsin. Aqidangdan gumon qilgan odamga ortiq tushundirma. Aqidaning nimaligini bilib kelsin. Balkim kechikib qolishi mumkin. Axloqingdan gumon qilgan odamga esilma. Axloqsizlikni o'zidan ko'rsin. Esingda bo'lsin, hayotlikda nomratdan emas, nomarddan qoch. Chiroy satdan emas, ko'ngli pastdan qoch. Rost so'zlab seni ranjitgandan emas, ko'zingga qarab turib yolg'on so'zlay oladigan nochlardan qoch. Esingda bo'lsinki, egilganga egilaman, beshim yerga tekkucha. G'adayg'anga g'adayman, beshim osmonga yetkucha. Deb yashag'in. Bu dunyo mehr muhabbat bilan go'zal. Kang qo'rsaqliq nurg'un azobdan saqlaydi. Buning badaliga hurmatga erishsan.